Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozir sizlarga Gemini, ya'ni sun'iy intellekt, Google kompaniyasini Gemini sun'iy intellektini 1 oylik bepul, ya'ni tekinga olishni sizlarga o'rgatib beraman. Judayam oddiy. Buning uchun sizlarga bitta bank kartasi kerak bo'ladi. Visa karta yoki Master karta kerak bo'ladi. Hozir Visa, Master kartlarni bank ilovalarida bepulga ochsanglar bo'ladi. Faqat shularni danelari kerak bo'ldi. Faqat 1 oygina ishlatasizlar. Agar keyingi oydan nima qiladigan bo'lsanglar, mablag' to'lashinglarga to'g'ri keladi. Faqat 1 oyga, lekin bu Pro variantini o'zinglarni eng qiynayotgan savollarga to'g'ri javob olsanglar bo'ladi. Va videolarni ham sajdat qilsanglar bo'ladi. Demak, Gemini saytiga kirib olasizlar. Google'ga Gemini deb yozasizlar va Gemini deb yozganinglardan keyin mana bu yerda Creative Google AI Plus degan joyi bor. O'sha yerga kirasizlar. Kirganlaringlardan keyin mana o'rtada $0 birinchi oy va keyingi oydan $20 deydi. Mana shu holatda оформить подписка qilasizlar. Оформить подпискani bosasizlarda принятие bosasizlar. Принятие bosganinglardan keyin sizlarga bankovskiy karta so'raydi. Mana добавить bankovskiy karta, bankovskiy kartalaringlarni добавить qilasizlar, ya'ni mana yerga kartalaringlarni va mana yerga amal qilish muddati va orqasida bank kartasini orqasida 3 ta nima bo'ladi va adreslarni kiritib qo'yasizlar, saqlanib qilasizlar. Bo'ldi. Keyin nima qilinadi? Dostуп ochiladi, ya'ni Pro variantiga dostуп ochiladi. Undan keyin eng kerakli ma'lumotlarni bundan qidirib topsanglar bo'ladi. Menimcha video foydali bo'ldi deb o'ylayman. Like bosib qo'llab-quvvatlashni esinglardan chiqmasin. Xayr, salomat bo'linglar.